Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərdən qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qədəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Pakistan prezidenti yana Uyğurlarga qarşı Xitoy bilan bir safda turdi. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik ijrochisi atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining sekretari Chen Shaojang va qo'rchoq rais Erkin Tuniyaz 18-sentabr Urumchida Pakistan prezidenti Zardari va uning hamrohligidagi vakillar bilan ko'rishdi. Xitoy tashviqot vositalarining xabar qilishicha, Chen Shaojang ko'rishishda Xitoy Pakistan munosabatida qo'lga keltirgan natijalarni o'ttirg'a qo'yib chalva qilgandan keyin ikki taraf yaqinda e'lon qilgan yangi davrdagi texmi zich Xitoy Pakistan taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishning 2025-yildan 2029-yilgacha bo'lgan harakat planining atrof taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishda ulgulik rol o'ynaydiganligini bildirgan. Va atalmish Uyg'ur Avtonom rayonining Yipak yo'li iqtisod balbig'idagi yadrolik rayon ekanligini, shuningdek Xitoy Pakistan iqtisod koridorining boshlanish nuqtasi ekanligini ta'kidlagandan keyin butun Xitoyning bugungi taraqqiyotiga hayotiy ta'sir ko'rsatayotgan, Xitoyni har jihatdan beqiyotgan Sharq Turkistonga haqorat qilgan tariqada numussizlarcha bildirlab, ishg'oliyatdan buyon Xitoy Kommunist partiyasining rahbarligida atalmish Uyg'ur Avtonom rayonining Namrat, qaloq, bekinma holatdan gullanish, ejivetish, taraqqiy qilishdek tarixiy halqishni amalga oshirganligini, bo'libmi Shi Jinpingning yetakchiligida taraqqiyot hassalab kuchayganligini, Pakistan bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kuchaytirib, iqtisod, savdo, energiya, yezi egiligi qatorliq nuqtaliq sohalarda hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Xitoy Pakistonning an'anaviy do'stligini cho'nqurlashtirishni xohlaydiganligini aytib bildirgan. Pakistan prezidenti Zardari bo'lsa, oradan ko'p yil o'tganda Xitoy Shinjongga kelib, taraqqiyotni qo'lga keltirgan g'oyat zo'r muvaffaqiyatlarni ko'rib, nihoyatda xush bo'ldim. Shinjong Uyg'ur Avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini tabriklayman. Pakistan bilan Xitoyning do'stligi olamda bir. Pakistondagi har soha zotlarini Shinjongga ziyoratga kelib, Pakistan bilan Xitoyning do'stligini davomlashtirish va cho'nqurlashtirishga ilhomlantiraman deb jar solgandan keyin Pakistanning Xitoy bilan birlikda atalmish terrorlikqa o'rtaq zarba berib, cheklamasiz strategik hamkorlik munosabatini qo'g'dashni xohlaydiganligini bildirib bildirgan. Kuzatuvchilar Pakistanning yadro davlati bo'lishiga qaramay, qo'shnisi Sharq Turkistonda Xitoy ijro qilayotgan barliq jinoyatlarga ko'z yumib kelganligini, hatto Xitoyning atalmish terrorlikqa qarshi turish qalbiga ostida ijro qilayotgan jinoyatlarini qo'llab kelayotganligini, uzun yillardan buyon allaburun Xitoyning kontrolligiga o'tib bo'lgan Pakistonning kunsiri Xitoyning qo'yniga o'zini etayotganligini, mablag' selish nomida Pakistonga besib kirayotgan Xitoy oqqullarga qarshi Pakiston xalqining noroziliklariga pisand qilmayotganligini, Pakistanning hali ham Xitoylar eng ko'p qurolli hujumga uchrab kelayotgan davlatlarning biri ekanligini bildirishmoqda. Ko'rishda ko'zbo'yamchi Xitoyning sapning oldiga Xitoyga bo'lgan sadoqatmanligi va g'alchiligi bilan to'nilgan Abduraqib Temurniyozni chiqarib qo'yib, Uyg'urlarga diniy nuqtadan erkinlik berayotganligini imo qilishga urinishi diqqat qo'zg'adi. Pakistan prezidentining Sharq Turkiston ziyorati davomida Xitoyning ko'zbo'yamchiligiga moslashib, atalmish Shinjong Islom dini institutini ziyorat qildirishi faraz qilinmoqda. Davlat Bahçeli Turkiya, Rossiya, Xitoy ittifoqini o'tirg'a qo'ydi. Turkiyada navbatda hokimiyat beshida bo'lgan Adolat va taraqqiyot partiyasining ittifoqdoshi deb qaraldigan Millatchi harakat partiyasining rahbari Davlat Bahçeli Amerika va Isroiliyadan iborat baloyi ofat ittifoqiga qarshi Turkiyaning Rossiya va Xitoy bilan ittifoq qurish taklifini o'tirg'a qo'ydi. Bahçeli Quddusning muhimligini ta'kidlab, Quddus yiqilsa Anqara uturib qo'ygan bo'ladi, Istanbul puchulinadi dedi. Cumhur İttifaqının sheriki bo'lgan Millatchi harakat partiyasining rahbari Davlat Bahçeli yozma bayonotida ichki va tashqi siyosiy kun tartibiga munosabatli ko'z qarashlarini bayon qildi. U Quddus masalasining muhimligini ta'kidlab, Amerika va Isroiliyani ayblab, dunyoga jang e'lon qilayotgan Amerika-Isroiliya yomonlik ittifoqiga qarshi aql, diplomatiya, siyosatning ruhiy, jo'g'rafiyaviy sharoit va yangi asrning strategik muhitiga eng mos keladigan tanlash TRC Turkiya, Rossiya, Xitoy ittifoqini qurish va jonlantirishdir.
bu ittifoqning Turkiya, Rossiya va Xitoydan tashkillanishi bizning orzuyimiz va taklifimizdir deganlarni ifodaladi. Bahçeli'nin bu sözleri Türkiye'de keng g'ulg'ula qo'zg'agan bo'lib, har qaysi televiziya kanallaridagi analiz programmalarida NATO a'zosi bo'lgan Turkiyaning NATOning eng chong raqiblari, hatto dushmanlar qatoridan sanaladigan Xitoy va Rossiya bilan ittifoq qurishining mumkinchiligining yiroq ekanligi, Bahçeli'nin taklifining navbatdagi siyosiy vaziyatga qarata Turkiyaning g'arbdagi ittifoqdoshlariga berilgan bir uchur ekanligi talash-tartish qilindi. Türkiye'deki Xitoyga yaqinligi bilan tanilgan Doğu Perinçek boshchiligidagi kommunistlarning medialari bo'lsa, Bahçeli'ning taklifining Turkiyaning birdan-bir tanlashi ekanligi haqida jar solmoqda. Trump Xi Jinpingning TikTok kelishimiga qo'shilganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump 19-sentabr Oqsaroyda muxbirlarga TikTok masalasi haqida to'xtalib, Xi Jinpingning TikTok haqidagi kelishimga qo'shilganligini bildirdi. Ammo kelishimning tafsiloti va vaqti to'g'risida hech qanday tafsiliy ma'lumot bermadi. Trump bu haftaning 5-ida Washington bilan Beijingning TikTok to'g'risida kelishim tuzganligini, mazkur kelishim bo'yicha TikTokning tijoratining Amerika kontrolligiga o'tkazilganligini aytgan edi. Bloomberg agentligining aloqador xabarida qayd qilinishicha, Trump bilan Xi Jinping shu kuni atigan telefon orqali suhbatlashgan bo'lib, bu ikkisining iyun oyidan buyongi tunji qitimliq bevosita aloqasi hisoblandi ekan. Trump ijtimoiy taratquv hisobida yozgan uchurida bu qitimliq telefon suhbatini intayin unumli deb sifatladi va biz savdo, fentanil, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushni oyoqlashtirish zarurligi va TikTok kelishimini tasdiqlash qatorliq nurg'un muhim masalalarda ilgirlash hosil qildik deb yozdi. U Xi Jinping bilan oktyabr oyining oxirida Koreyada o'tkazilgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik munbirida ko'rishadiganligini va o'zining kelar yilning 5-ida Xitoyga boradiganligini, Xi Jinpingning muvofiq vaqtda Amerikaga keladiganligini aytdi. Amerikaning bultur ma'qullangan aloqador qonuniga asosan Xitoyning ByteDance shirkati TikTok supisining Amerikadagi mulozimatini xohlagan bir Amerika shirkatiga setib berishi, aksicha bo'lganda bu yil 19-yanvarda Amerikadagi tijoratining to'xtatilganligi bekitilgan edi. Ammo Donald Trump bu muddatni ko'p qatim kechiktirgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programımızı görüşkice aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.